inson borki, bu dunyoga kelarkan uning orqasidan duo qiladigan farzandi bo'lishligi, farzand uning haqqida doimo yaxshi gaplarni olib kelib berishligini orzu qiladi. Lekin farzand berishlik bu Allohning irodasi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah yahabu liman yasha'u inatha va yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha va yaj'alu man yasha'u aqima" deydi. Alloh xohlagan kishiga qiz farzand hiba qiladi. Ya'ni xohlagan kishiga qiz beradi, xohlaganga o'g'il beradi, xohlaganga qiz va o'g'illarni aralashtirib beradi, xohlaganda befarzand, bepusht qiladi deydi. Ushbu oyatni oldida, qudrati oldida insoniyat borki ojizmiz azizlar.